sezilyapti. Bu yog'im hozir yengillashdi. Demak, pastdagi og'riqim ketdi. Ketdi. Ha, birinchi hozir yurganimda mana bu yerda bor. Bu ham ketdi. Beshtachadan. Beshtachadan natijasi. Ha. Sizni bir haftalar avval bitta bobo aytgan ekan. Yana bir 2 yil, 3 yildan beri jirpanjit sarsam. Nima degan bobo? Ismini men aniq bilmayman. To'yga borgan, Bulung'urga. Bu yerda bo'limlar bor. Bo'limlar qo'shnisi to'y qildi. Shu paytda aytgan shunday. Bo'lim ham shu girija bo'lib qoldi-da. Ha, bobo kelib ketganlarmi? Yo'q, girija bo'lim. Bobomiz to'yga borgan yerda. U kishi sizga kelgan ekan. Ha, kelib ketgan. Shifo topgan. Keyin shu kishi aytdi, shu o'g'lim shu ketib qoldi degan ekan. Bu bo'lamaz ishda. Keyin sirasi shu kuni to'y bo'layotgan kuni bir kuni nahar bo'lar. Shu kuni aytgan, ertaga kelsang bobom birga olib boradi. O kunlar endi qishloq sharoitda ishlamasangiz bo'lmaydi. Aytdim esa nomeringizni berdi. Shu mana Faradskidan kirib boradi degan joy shu. Ha, va shu Bulung'urga keldim ish bilan birdan o'tib kelayin deb. Shundan beri quntlanmadik. Menda girija bor ekan. 3-4 marta emergensiyaga tushdim mana sira. Disklarni chiqarib operatsiya qilamiz deb. Men yura olmay qoldim. Ovqatni dadamni oldim, yonboshlab yerdim. Oqshom uyqu yo'q. G'allarolda xususiy klinikada yotdim. O'tkir aka degan yo'lda pastida yotdim. 4 marta o'qishda yotdim. 1 marta yotganimda 21 kun chiqmasdan yotdim. Natija bo'lmadi. Duolarni olib chiqqanman shu xona. Yo'lning ustidagi samarqandliklar dedi, u kishida hoji bobo dedi. U kishida 3 marta yotdim. 4-chisida Toshkentga Saxovat bu degan klinika bor ekan. Sobir aka tomonidan u yoqqa Ilonota masjidimiz shuni yonida. Ha, Toshkentga. Ha, bu yerda yotdim. Toshkentda Yunusobodda bir molla bobo bor ekan, bu yoqqa bordim. Surxondaryo Saros yoki Uzun tuman sheyxodan biri o'di. Bu yoqqa bordim. Urgutga bitta boboga bordim. Qorasuv tabobati bir nimasi bor ekan, bu yerga bordim. Do'ng tagidan joylashgan ekan. Shahardagi asalari bilan davolash bor ekan. Unga bordim. Birinchi 2ta, 3tadan oxirida 12tagacha chaqirdim. Yerimdan. Boyna Toshkentga yana bitta joyga bordim. Boyna narsamni javob narsa qo'ydi. Men ko'rganim vakili ma'lumotga ishlatadigan. Shuni chekkasidan qo'yib baylab qo'yadi 2 kun. U kuydiradi. Shu kuni ochib har narsa bo'ladi. Shu bir martani shu kuydirgan paytiga shu bir 6 oy, 8 oy og'riqsiz yurdim. Uyda yana ishlab qo'yasiz-ku. Yana kuchayib ketaveradi. Shu lichenalardan keyin Xudoga shukr mana yurib, bemalol yuguraveraman, ishlayveraman. Faqat og'riq ana shu 2022-yil 28-avgust kuni kechqurundan buyog'iga bir marta to'xtagan joyim. Oylagi 6 oylar yaxshi yurganim og'riq kamaydi. Bir kunda 8 tagacha kuypendari ichardim. Tez yordam u joyda bo'lib qolsak, sirasi telefon qilar, tez yordam ham. Mana yerda yutib ketdi ko'gar. Bitta ukol tomirdan qiladi, bittan bo'ksadan qilib ketadi. Natija yo'q, baribir og'riq. Bu misol oqshom futbolni ko'rdim. Ertangi kuni o'sha futbolning vaqtigacha uyqu yo'q edi. G'allarolda yotganda uxlatadigan tabletkadan 3 ta ichdim. Dumaloq kichkina tabletkadan. Natija bermadi. Umuman uxlolmagan shu kunlarda. Men boyna bobo aytibdi, shunaqa shu yoqqa bordim, men davo oldim. Kimgadir kim sababchi dedi. Esim bor ekan. Sizning nomeringizni bergan boboni men taniyman. O'zi bilan shaxsan gaplashmadim. Shu ish bilan bo'lib qolib borolmadik. Bu kunga to'y o'tib ketdi. Bo'lim olgan. Bo'lim aytgan ishlamaydi. Shu yoqda ekan adresi. Uni qiynalgan ko'rdi-ku. Sen borib kel. To'xtating. Baqirish mumkin. Mana, og'riq beryapti. Qo'limni olsam o'sha og'riq yo'q. Urgan payt og'riq bo'ladi. Voy. Harakat qilib ko'rsatishga. Yurib ko'ring, davom etamiz. Hozir yurishga baribir o'zgarish sezilyaptimi, yo'qmi? Sezilyapti. Bu yog'im hozir yengillashdi. Bu yerdan bitta to'chkami shu. Boya kelayotganimda bu yerimda bor. O'rni almashdim. Hozir davom etamiz chunki demak, pastdagi og'riqim ketdi. Ketdi. Ha, birinchi hozir yurganimda mana bu yerda bor. Bu ham ketdi. Faqat shu narsalarni qilasiz, mashqlar qilish kerak. Orqaga bukiladigan liboslar mashq mumkin emas. Kemalanda ham yotib, telefon tomosha qilish ham qarang, bel uji qisilyapti. Bu ham mumkin emas.
Qolgan hamma mashqlar mumkin. Oldiga bo'ladigan 2 haftadan keyin bir marta kelasiz, boshqa kerak bo'lsa hijolat qilamiz qo'shimcha. Aha, xudo xohlasa. Kerak bo'lmasa qilmaymiz. Vaziyatga qaraychi. Sharoitga qaraymiz.